Assalomu alaykum, qadrbaland qadrdonlarim, sog' salomatmisizlar? 1.200.000 so'mdan sotilgan velosipedlarda mana obunachilarimizga 800.000 so'mdan berib yuboramiz deyishyapti. Joy egalari, sizlarga bu joyda to'liq, aniq, tiniq tushuntirishga harakat qilaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Eng asosiysi kanalga obuna bo'lib, like tugmasini bosib qo'ying. Do'stlar, bugungi manzilimiz Farg'ona shahar 5 bolada 5 bola velosiped bazasiga yetib kelganmiz. Ushbu ko'rib turgan velosipedlaringiz hammasi 1.200.000 so'mdan sotilgan. Hozirgi kunda agar biz obunachilarimiz keladigan bo'lsa, shundoq 800.000 so'mdan berib yuboramiz deb aytishyapti o'sha velosiped egalari. Qani, ma'qulmi? Agar sizga yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Sababi men ushbu joyga keldim. Shu velosipedlar 1.200.000 so'mdan sotilayotgan bo'lsa, mana obunachilarimga 800.000 dan berib yuboraman deyapti. Endi do'stlar, sizlarga ushbu velosipedlar haqida batafsil tushuntiraman. Ungacha siz shoshilmasdan kanalga obuna bo'lib, videoga like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Hurmatli obunachilarim, ro'za-yu Ramazon yaqin. Otamga, ukamga, akamga, farzandimga velosiped sovg'a qilsam yaxshi bo'lardi degan insonlar bemalol 5 bola velosiped bazasiga tashrif buyurib, xohlagan turdagi velosipedlaringizni ushbu joydan topishlaringiz mumkin va xarid qilishlaringiz mumkin. Eng asosiysi, ushbu velosipedlar Germaniyadan olib kelinar ekan, undan tashqari Yevropada ishlab chiqarilgan barcha turdagi velosipedlar ushbu joyda bor. Ketdik, manzilni tushuntiraylik. Operator, keyin ichkariga kiramiz. Ichkaridagi velosipedlarda sifatlilarini va eng asosiysi do'stlar, narx-navosini mutaxassis akamizni o'zlaridan so'raymiz. Manzilni to'liqroq tushuntiraylik, sababi obunachilarimiz kelib, adashib qolmasliklari uchun 100% adresni tushuntiramiz. Qarang do'stlar, bu tomonda Quva Farg'ona yo'lida turibmiz. Bu tomondan o'sha Quvaga chiqib ketsangiz bo'ladi, ko'rishlaringiz mumkin. Bu tomonda 5 bola Nur masjidi bor. 38-maktabda shundoqqina oldidan kirib kelganimizda yo'lda bo'yida ushbu magazinda oldida joylashgan. Qarang do'stlar, farzandlaringiz uchun, o'sha bolajonlarimiz uchun mana bunaqangi velosipedlarimiz ham bor ekan. Xohlasangiz mana bunaqasidan, xohlasangiz bunaqasidan. Undan tashqari mana bu tomonda skuterlarimiz, elektr velosipedlarimiz bor. Bu tomonda mana yana bolajonlarimiz uchun kichkina velosipedlar bor. Bemalol kelib, arzon narxlarda ushbu joydan velosipedlarni xarid qilishlaringiz mumkin. Ketdik. Endi ichkariga kiramiz. Bu joyda do'stlar, bir narsaga e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolardim. Oddiy velosipedlardan tortib elektr velosipedlarigacha ushbu joyda bor. Mana ko'rishlaringiz mumkin, bu ham elektrichkali velosiped, bunisi ham. Bu tomonda mana endi oddiy velosipedlar. Men sizga aytib o'tgandek, videoni boshida aytganimdek, ushbu velosipedlar, mana bu tomondagi velosipedlar 1.200.000 so'mdan sotilgan ekan. Men keldim, narxlarini sindirib yubordim. Sababi, yo'q, 1.200.000 dan bo'lmaydi aka. Mana obunachilarimizga ozgina qulaylik yaratib bering desam, agar siz obunachilaringiz keladigan bo'lsa, shunaqangi oddiy, ixcham, cho'ntibob velosipedlar zarur bo'ladigan bo'lsa, 800.000 dan berib yuboraman deyapti. Ko'ringlar, balkim sizlarga yoqadigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga bog'lanasiz va bemalol ushbu velosipedlarni xarid qilishlaringiz mumkin. Endi bu yerda endi modellari har xil velosipedlar bor. Sababi bu velosipedlar hammasi Germaniyadan olib kelinadi. Undan tashqari Yevropada ishlab chiqarilgan barcha turdagi velosipedlar ushbu joyda bor. Xo'p, endi bu tomonga yurib keladigan bo'lsak, bu tomonda ham mana ko'rishlaringiz mumkin. Velosiped bazasida do'stlar juda ham ko'p velosipedlar bor. Endi bularni nomlarini, turlarini aytib o'tishim shart emas, sababi bu yerda juda ham ko'p velosipedlar bor. Mana bu tomonimizda ham bor. Eng asosiysi, operator, bu tomonga kelasiz. Bu yerda akalarimiz o'zlari yig'ib, sizga tayyor shaklga keltirib berishadi. Undan tashqari do'stlar, 2 yilgacha servis xizmatlari bepul ekan. Mana qarang, juda ajoyib, juda ham chiroyli velosipedlar ushbu joyda mujassam. Bemalol keling, ko'ring. Balkim dadangizga olib berishingiz mumkindir, akangizga, ukangizga yoki farzandingizga, qizalog'ingizgacha hattoki velosiped olib bersangiz bo'ladi. Hurmatli obunachilarim, bir narsaga e'tibor berishingizni so'rab qolardim. Zamonaviy yoshlarimiz bo'lsa, ushbu velosipedni ham taklif qilaman. Fasoni boshqacha ekan. Mana ko'rishlaringiz mumkin, hammasi germanskiy velosipedlar. Endi hozir sizlar bilan birgalikda mutaxassis akamizni chaqiramiz. Mutaxassis akamizdan ma'lumotlarini olaylik. Nimalar bor, qanaqa sharoitlar bor, hammasini bilamiz. Unga qarab siz agar o'zingizga yoqqan velosipedlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, bemalol kelib ushbu velosipedlardan birini xarid qilishlaringiz mumkin. Ketdik, mutaxassis akamiz bilan chiroyli suhbat qilamiz. Endi sizlar bilan birgalikda mutaxassis akamizdan ma'lumotlarini, narxlarini so'raymiz. Ungacha siz kanalga obuna bo'lib qo'ying. Assalomu alaykum. Aka, tuzukmisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Xo'p, 5 bola velosiped bazasiga kelganmiz. O'zlaring mana asos hisobsizlar. Bu velosipedlarni biz ko'rib, juda ham xursand bo'ldik. Aka, ozgina sizga savolim bor edi. Bu velosipedlar necha yoshdan necha yoshgacha insonlarga, misol uchun 7 yoshdan 70 yoshgacha insonlar bemalol kelsa bo'ladi? 1,5 yoshdan. 1,5 yoshlilar ham bor. 100 yoshgacha bemalol minadi. Ko'rishlaringiz mumkin, bolajonlar uchun 1 yosh, 1,5 yoshdan bemalol o'sha 100 yoshgacha velosipedlarda har xil turdagisi bor. Endi aka, savol, bu velosipedlarda eng arzoni necha pul, eng qimmati necha pul? Xo'p.
Eng arzoni Azizbek aka mana 1,5 yoshlik 250 ming so'mdan boshlab 3 million 4 million so'mgacha velosipedlarimiz. Yosh bolalarga disk velosipedlar shunaqa. Kattasigacha ketaveradi bemalol. Xo'p, undan tashqari oddiy velosipedlar va elektr velosipedlaringiz ham bor. Shunaqa deb eshitdim. Mani bilishim bo'yicha shu 3 tasi bo'lsa kerak. Xo'p, bular aka necha kilometr yuradi bitta zaryad bilan? Xo'p, Azizbek aka shu velosipedimiz 45 kilometr masofani bosib o'tadi to'liq zaryadi bilan. Razmeri telefoni 28, tormozlari rushoy, qo'l tormoz. Qo'lda ishlaydi, xo'p. Xo'p, 28 lik razmerli ballonlar, qo'lda tormoz, undan tashqari 45 kilometr yuraveradi bitta zaryad bilan. Mobodoki o'chib qoladigan bo'lsa, bemalol tepib yana minib ketsa bo'ladi. Bular qanaqa bu ikkalasi? Bularimiz 50 kilometr masofani bosib. Bu 50 kilometr. Bundan sal ko'proq yurar ekanda bu. Xo'p, 50 kilometr yuradi. Bunisi-chi? Bunimiz 100 kilometr masofani bosib o'tadi to'liq zaryad bilan. Yo'q, to'ldirsa, bemalol yursa bo'lar ekan. Bular hammasi o'sha Germaniyadan olib kelingan Yevropa mahsulotlari, shunaqami? Albatta. Xo'p, bundan tashqari 2 yil servis xizmatlari bepul. Bepul. Xo'p, endi bu tomonda endi diskilar, bularni ko'rsatib o'tdik. Bu tomondagilar qanaqa aka? Bu tomondagi masalan Maestro velosipetimizda bo'lsak, Azizbek aka. Shuni nomi Maestro, Maestro deyiladi. Yosh kattalar suymaydi velosiped. Ha, yosh katta uloq o'rtaxonada. Hop. Diskalar nijaveka. Nijaveka. Tormozlar oyoqda, qo'lda ham bor. Oyoqda ham, qo'lda ham bor. Juda ham nima deydi? Mustahkam bo'lar ekan, xohlagan joyda, xohlagan vaqtda to'xtatsa bo'lar ekan. Xo'p, bu ham germanskiy velosiped. Germanskiy velosiped. Mana oddiy misol, o'sha endi otaxonlar so'rashi mumkin, qiziq bo'lishi mumkin. Bu Maestroni juda ko'pchilik mingan, o'zim ham eshitganman. Mashina narxi qancha oddiy misol? Narxi 1,5 million so'm. 1,5 million so'mga chiqaveradi. Yana kelishtirib bersangiz bo'laveradi. Xo'p, endi bu tomonga o'tamiz. Bu tomonda endi sal alambalo velosipedlar mana. Bular qanaqa? Shu velosipedimizga keladigan bo'lsak, Rabenex degan velosipedimiz aka. Bunda ham 3 ta skorost, ayol tormoz, qo'lda ham tormozi bor. Xo'p. Bu razmeri 28. Bu narxi keladigan bo'lsa, aka 1 million 200 ming so'm beramiz. 1 million 200 ming so'm berasiz obunachilar. Bu ham endi o'sha germanskiy velosipedlar. Xo'p, men hali videoni boshida aytdim, yolg'onchi bo'lib qolmaydi dedim. Shu velosipedlaringizni 1 million 200 ming so'mdan sotayotgan ekansiz va men sizlar bilan gaplashgan paytimda o'zlaring aytdilaring, shu obunachilaringiz kelsa 800 ming so'mdan berib yuboraman. Shularda 800 ming so'mdan berib yuborasiz. Bularda razmerlari qanaqa aka? 28 aka. Bular hammasi 28 deydilar. Ikkitasidan tashqari hammasi. Ikkitasidan tashqari qolgan 28. Bular nima 26 lik bular? Bular 26. Bular 26 lik velosipedlar. Undan tashqari o'sha 2 yil davomida servis xizmatlari bepul deb aytyapsizlar. Bemalol o'sha qanaqadir bir bo'shab ketsa yo nimadir bo'ladigan bo'lsa bemalol sizlarga berishsa bo'laveradi. Xo'p, bu tomonda nima sharoitlar bor aka? Bu tomonni bitta ko'raylik. Sababi bulardan ham tashqari boshqa fasonlar obunachilarimizga qiziqda, chunki men bunaqangi velosiped minardim, unaqangi velosiped minardim, shuning uchun turlari juda ko'p ekan sizlarda. Sababi o'sha velosiped baza bo'lganligi uchun va eng asosiysi men bir narsaga e'tibor berdimki, boshqa do'konlarga qaraganda qandaydir sizlarda ozgina cho'ntabopligi bor, arzonligi bor ekan. Shuning uchun obunachilarimizga ilinishga harakat qildik va eng asosiysi bu yerda har xil turdagi velosipedlarni topsa bo'lar ekan. Xo'p, bu velosipedingiz qanaqa aka? Mana shu hamcha o'rtada turibdi, juda chiroyli, bu ranglari ham bir boshqacha. Ayniqsa o'sha yoshi ulug' otaxonlarga menimcha rosa mos kelsa kerak chiqib tushishiga. Velosipedimiz Azizbek 28 razmerda. 28 da, ha. Xo'p, oyoq tormozi bor, qo'lda ham tormozi 3 ta. Oldi generatorli bo'ladi. Generatorli, ha. Diskalar telefon 2 qavatlik, juda ham baquvvat, mustahkam ishlangan. Hammasi alyumin. Bular narxi qanaqa? Xo'p, bularimiz aka 1 million 200 ming so'm beramiz. So'm qilib berasiz. Bo'ldi, obunachilarga yetkazib beradi. Va do'stlar, bir narsaga e'tibor berib qo'yishingizni so'rab qolardim. Ushbu joyga o'sha Yevropani da barcha ishlab chiqarilgan velosipedlar shu joyda bor. Bemalol kelsangiz, bu joyda o'zlari yig'ib, o'zlari sizga terib, chiroyli shaklga keltirib beradi. Mana ayniqsa mana velosipedlarga o'xshab, mana ko'rishlaringiz mumkin. Bu yerda fasoni, modellari har xil, sababi sizga qaysi fason yoqadigan bo'lsa, akalarimiz oldiga kelsalaring, ko'rsatadi. Yoqqanlarini bemalol do'stlar xarid qilishlaringiz mumkin. Xo'p, u tomonga o'tamiz. U tomondagi velosipedlaringizni ham bir ko'raylik. Sababi bu tomondan boshlab ko'rsatib kelyapman. Videoni oxirigacha ko'rib, like tugmasini bosib, velosiped olaman deb yurgan do'stingizga, tanishingizga jo'natib qo'ying. Eng asosiy gapni aytaman. Hozir bilasizlar, agar siz skuter minadigan bo'lsangiz, prava so'rayapti, nomer so'rayapti. Shuning uchun agar siz Farg'ona shahri ichida ishlasangiz, o'qisangiz yoki nimadir yumush qiladigan bo'lsangiz, sizga ushbu velosipedlar qo'l keladi. Sababi bemalol bu velosipedlarni xohlasangiz, elektrichkaligini xohlasangiz, o'zini olib, minib o'sha ishlaringizni bitirsangiz bo'laveradi. Aka, menga to'g'rirog'i mashina velosipedingiz yoqib qoldi. Sababi fasoni ham boshqacha. Shu velosiped haqida ozgina ma'lumot bersangiz. Velosipedimiz telefon bo'lsa, 7 skorostli bo'ladi. Aha. Planetariy apparat. Hammasi telefon bo'lsa, alyumin rama, oldin amortizatorli. Aha. Xo'p, razmeri 28. 28. Diskalar 2 qavatlik. Diskalar 2 qavatlik. Faralari. Aha. Bularda narxi qanaqa bo'ladi? Shahar velosipedimiz. Xo'p, narxi telefon bo'lsa, Azizbek 2 million 600 ming so'm beramiz. 2 million 600 ming berasiz. Bemalol yoshlar ham olib o'zini ishi bilan o'sha shug'ullansa bo'laveradigan velosipedlar aka. Endi undan tashqari misol uchun bu 5 bola velosiped bazasiga bundan tashqari yana qanaqadir bir yangiliklar deymizmi yo yangi tovarlar keladimi? Albatta. Bu keladi. Bu narsaga bemalol kelib, agar bular yoqmaydigan bo'lsa, keyingi tovarlarda boshqalari misol uchun sizlarga yoqishi mumkin. Yaxshi. Yaxshi. Xo'p.
Do'stlar, ko'rdilaring, qo'limizdan kelgancha qisqa video qilishga harakat qildik. Aka, sizga kattadan katta rahmat. Sog' bo'lasiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan biz obunachilarimizga erinmay tushuntirganingiz uchun sizga ham kattadan katta rahmat. Obunachilarim, akamiz bilan gaplashdik va ma'lumotlarini yetkazishga harakat qildik sizlarga. Kichkina xatolari yoki nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Manzillarni yana bir karra tushuntirib berishga harakat qilaman. Farg'ona shahar 5 bola velosiped bazasiga yetib kelganmiz. Bu joyda detskiy velosipeddan tortib to katta velosipedlargacha, oddiy velosipeddan tortib o'sha elektron velosipedlargacha bu joydan topsangiz bo'ladi. Eng asosiysi Germaniyadan olib kelingan Yevropadagi barcha turdagi velosipedlarni ushbu joydan topishlaringiz mumkin. Qo'limdan kelganicha obzor qildim. Xatolari, nuqsonlari bo'lgan bo'lsa, to'g'ri tushunasizlar. Video yoqqan bo'lsa, albatta like tugmasini bosib, velosiped, injiq velosiped toqtirib yurgan do'stingizga, tanishingizga ushbu videoni shundoq ulashib qo'ying. Keyingi yangi videogacha xayr, sog' salomat bo'lasizlar. Bizning nomimizdan kelsalar, sizlarga chegirma ham qilib berishlari mumkin. Sog' bo'lasizlar, hurmatli obunachilarim.